Assalomu alaykum azizlar, BCTUZ kanali anaslar bilan qarshingizdagi mashina Kia'dan Ray. Oxirgi avlod Kia Ray hisoblanadi hamda eng bazaviy komplektatsiyasi mana shu bo'ladi. Buni qayerdan farq qilamiz? Ichkariga o'tganda sizlarga endi ko'rsataman. Oldidan nimalarni ko'rsa bo'ladi? Katta mana shunaqa yoritgich chiroqlarni ko'rsa bo'ladi. Ular hech qanaqa lupalangan yoki bo'lmasam linzali emas, svetodiod emas, oddiygina lampalardan tashkil topgan burilish chiroqlari ham xuddi shunday. O'rtada nimani ko'ramiz? Kia degan yozuvni ko'ramiz. Radiator panjaralari to'liq yopilgan holatda turibdi. Mashinaning shakli to'rt burchak azizlar, bir xonali uyni eslatadi, lekin juda ham oila uchun qulay hisoblanadi yoki yuk tashishga. Aynan men haydaganman, hozir ham haydayman. Shu ma'noda juda ham zo'r. 1 litrli ob'yom, 76 ta o't kuchi, ya'ni konditsioner ishlatganinglarda ozgina qiynaladi. Konditsioner ishlamaganda maza qilib haydasa bo'ladi. Hozirgi vaqtga qadar, ya'ni kerakli bo'lgan palasalarni o'qishi hamda adaptiv cruise control bu mashinaga ya'ni joylashtirilgan. Hozir men buni sizlarga ichkaridan qanday bo'lishini ko'rsataman. Mana azizlar, ichkarisi mana shunaqa ko'rinadi. Eshiklari juda ham katta ochiladi. Bu yoqda hamma yoqni boshqarish ruchnoy oyog'ida joylashtirilgan. Mana unaqa, ya'ni 3 ta spitsali rul bor. Bu yoqda tablolar hammasi ya'ni sifrovoy desak bo'ladi. Bu yoqda esa navigatsiya va balobattarlar bor. Mashina juda ham ajoyib. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni bu narsa emas. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bu Ben versiyasi deyiladi, ya'ni oldida mana unaqa odamlar o'tiradigan joy, orqasida esa yuk tashish uchun mana shunaqa maxsus qilingan. O'shaning uchun orqada o'rindiqlar bo'lmaydi. Kimda-kim bu mashinaga yuk yuklab biron chiqmoqchi bo'lsa, juda ham asqotadi. Koreyada ham o'shaning uchun bu mashina ya'ni narxi tushmaydi uncha-munchaga hamda qimmat sanaladi. Mana bu mashinani qayerdan farq qilamiz oddiy reylardan degan savolga, mana bu yog'ida maksimum gruzopadyomiz 250 kg deb ya'ni ma'lumot berib qo'ygan bo'ladi. Bu yog'ida esa Ray degan yozuvni ko'rasizlar. Mana bu yog'ida esa Kia hamda burada kamerani ko'rsanglar bo'ladi. Guli shiteri ko'rinmaydi deyarli. Mana bu yoqda esa orqaga haydaganda yonadigan chiroqlari joylashtirilgan. Mashina juda ham zo'r. O'zbekistonda hozirgi vaqtda bu mashinaning narxi bilmayman bir 15 ming dollar bo'lsa kerak. Koreyada ham bu mashinaning narxi juda ham qimmat azizlar. 20 million won, salkam 13 ming 15 ming dollar atrofida, ya'ni yuradi komplektatsiyasiga qarab. Xo'p, hammaga o'z orzu qilgan mashinani olish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.